Hey guys, yaxshilar. Bugun men sizlarga karis qaynonam haqida gapirib bermoqchiman. Xo'p, bizga Koreyada 3 ta odam bo'lib turamiz. Karis qaynonam, karis qaynisinglim va men. Aytishim mumkin xotiningiz qayerda deb. Xotinim, bismillahirrohmanirrohim. Xotinim armiyada 5 yilga armiyaga ketgan. Xo'p, qonun deputatlar Koreyada ham bor, shuning uchun ayollar ham 5 yil armiyaga boradi, bismillah. Xo'sh. Men sizlarga karis qaynonam haqida gapirib bermoqchiman. Karis qaynonam zo'r sekretini bilib qoldim. Aytinglar, nima qilsam bo'ladi shuni? Maslahatingiz kerak. Bankka borsam, karis qaynonamni $350,000 puli bor ekan. Xo'sh. Shuni qanaqa qilib o'zim qilsam bo'lar ekan degan savol tug'ilyapti. Qanaqa qilib? Aytinglar. Karis qaynonamga har tomonlama yaxshi gapiraman. Aytganini qilaman, chunki xotinim kelguncha 5 yil bor. Uydan haydab chiqavermasligi uchun o'rtoqlar. Karis qaynonamga mana bunaqa narsa yedirib ko'rsam nima bo'lar ekan-a? Gastitsa. Xullas sizlar maslahatingiz kerak. Karis qaynonamni qanaqa qilib yo'q qilib bo'ladi? Bir aynib qolgan bir narsalar berib yorsammikin-a? Nima qilib o'rtoqlar? Karis qaynisinglimga gap olsam, ilinmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Xullas o'rtoqlar ikkita masala oldimizda turibdi. Maslahatingiz kerak bo'lyapti. Karis qaynonamning pulini o'zim qilib olishim kerak. Nima qilib bo'lsa ham, yoki mamlakat kim biladi otini buni, bu mevani. Hozir yeb ko'ramiz. Nargi dunyoga chiqib borish kerak. Faqat yo'lni aytsanglar, shunaqa qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nima bu? Xullas kalom menga yoqmadi. Shuni ertalab berib yuboraymikin-a? Xullas kalom amallab $350,000 o'zimniki qilishim kerak. Yoki karis qaynonam qanaqadir ko'ndirishim kerak. Ikkinchi masala, karis qaynisinglimni ko'ndirish kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Nima qilsam bo'ladi? Maslahatinglarni kommentariyada kutaman. Agar shu videomiz 10,000 ta like bo'lib 1 million ta prosmotr bo'lsa, karis qaynonam haqidagi boshqa ma'lumotlarni